Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirgaringlar, pullaringlarni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakrab ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana mashinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadaman bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ydi. Navbat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Uraymi? Nima qiling? Nima turing? Navbat aka o'pka chiqib ketdimi? Qo'lbo. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchik bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadang keldi, qis. O'g'ilton yarim kechasi qo'y yog'i yeb yuribsizmi? Otaxon chumidga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon. Pato yordingiz lekin, sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, balki plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pa. Mashinani qarasanligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizim jichi yig'ib qo'ygan pulim bor, bitta shinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Bu Cherry'ni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingiz ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring oladi seni. Qizim, vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, yetdagi kelim mana. Olmab, mashina olaman o'ylaydi, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin ketgan. Mashina olib minib yuraman deyapti-da. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Inayni hammasi deyman, ko'tarishdi, hayvon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshli ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqatdi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sal bezbezroq ekan, qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Hey. Jichi uyalcha ekan-a, dada. Jicha emas, ancha.
Shu dadam bekor chiqdimi deyman-da. Tayyormisiz qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi dada? Sela pasta bo'lib ketdi. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa detskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Ha, yesanglar-chi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilar chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mana bor, mana. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Ey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizning mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Yo, menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, aka. Biroq unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlolmayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishani. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, bazaq qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'i bilan o'tgan safar ichishga qarshi lecheniya qiluvdik, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarning kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, tavuk tog'a. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'lamay o'ligi. Endi jincha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Ya sizlar ham mana raya suvlardan ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qizyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon. Oling bana kvadroberni. Yashamayli ekanda. Jichikka chopib ketdikmi deyman-da. Mana sinnayin qulog'imga teyyapti. Yana keldik. Tish. To'y boshiga qarab chalamiz. Menga qarang, karnesini keldimi? Ha, mana kelishdi mana. Onangni kech qolib ketdik-da. Tez Ketdik. Kirmoqanda baqajar qilaman. Unda qo'rbelar, kelinglar. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shnikida pataxali bo'lib qoluvdi. O'shanga kelinni karnesini olib chiqib keta olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar. Sog' bo'ling. Kerak emas, karnesini, kerak emas. Ha, X chaldi ya. X. Chalma. Endi nima deyapti? Yeysan. Yakka qilib chol deyapti. Senator tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti, qoshdek. Mahallamiz o'ta go'zal, lutf. Juda ham. Onangni ham gir. Uni bizni urgan kuyov bo'lami? Bizni uramidi? Qo'lyaqsini chiqaradi. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni uroding o'rtoqlaring bilan bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Men tanimayapsan. Men mahallani Bratan lo'g'asi bo'lim. Opa, lo'g'a, delayet neplохо. O, ashu. Oshnam taniyapsanmi? Varata mo'ylov. Bir urama, onangni ham gir. Voydot. Mo'yloving teskari qilib qo'yaman. Yo'mga sabata deyapti. Ye. Lutfulla sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Ulg'ayom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashina yuvarkansizlar, baloni lissi ekan. Sizlarga 4 dona barshinalar dab kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Yo'q, bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib balonlar ham yurib ketib yordi, mehmonlar.